musulmon kishi musulmonni kofirga chiqarmaydi. Bu ham yaqindan beri oldingi paytlarda odamlar bunaqa gaplarni gapirgan o'xshadi. Bir odamga kofirsan deyishlikka uni labini bekitib tilini tiyishadi. Tilini tishlab o'shanday gapni gapirmasin. Endi hozir so'z erkinligi deymiz. Qo'limizdagi mana ijtimoiy tarmoqlardagi bo'layotgan holatlar bu juda ham achinarli hol bo'lyaptiki, inson nahotki shu darajada tiliga zo'r bersa-yu, bir musulmon odamni shunaqangi kofirga chiqarsa. Mana o'tgan suhbatlarda ham aytib berdim, muhtaram azizlar, hattoki ular shu darajada tiliga zo'r berganligi orqasida o'tgan dinimizni peshvolarini ham, alloma zotlarni ham uyatmasdan, Allohdan hayo qilmasdan, o'shtaqa ularni tepalarida ham ta'na toshlarini otib gapirayotgan insonlar paydo bo'lyapti. Hattoki ularni adashgan, ularni kofirga, nauzubillah, kofirga chiqaradigan insonlar ham bo'lyapti. Mana buni eshityapmiz. Osongina gapirib qo'yapti. Insof qilmayaptiki, nahotki men shunaqangi dinga xizmat qilgan insonlarni la'natlayman. Ularni kofirga chiqaraman, ularni ayblaymanmi? Ertaga Allohning huzuriga borganda nimadir javob beraman. Oddiy mana shu yerda o'tirgan joyimizda ham agar ikkita odamni bir-biriga husumati bo'ladigan bo'lsa, shuni bir-biriga yuzma-yuz qilib, qani yuzma-yuz turibsizlar. Sen nima degansan, sen nima degansan deb shu odamni yuzma-yuz gapirtirib qo'yadigan bo'lsa, qanaqangi holatga tushadi? Ozginagina jamoatning ichida o'sha odam gapirgan gaplariga sharmanda bo'ladi. Lekin Allohning huzuriga borganda o'shanday alloma zotlarni ayblagan inson bilan o'sha zotlarni bir-biriga yuzma-yuz qilganda qani gapirchi? Nima degani deyim o'sha paytda? Bu odam mana unday ilmi bor edi, mana unday taqvo bilan fatvo bergan edi. Shunaqangi men bergan ilm bilan shunaqangi asarlarni, kitoblarni yozib qoldirgan edi. Nima uchun bu odam tepasidan malomat yog'dirding deb Xudoy taolo so'rasa, haligindek tiliga zo'r bergan odamlar nima deydi? Qani nima isboti bilan gapiradiki, o'sha qiyomat kuniga borganda shu nima uchun bunaqa deding degansa, nima hujjati bor ekan? Endi undan tashqari hozirgi zamondagi o'sha xizmat qilib turgan insonlarni ham ayblashlik, ularni haqoratlashlik, ularni kufrga, kofirga nisbat berishlik, bu narsalarni inson uyatishi kerak. Oddiy u ahli ilmlar emas, oddiy bir-birimiz bilan bo'ladigan muomalotlarimizda ham bu gaplardan saqlanishimiz kerak.